Bani İsrail qavmida bir ayol Musa alayhisalomning huzuriga kelgan ekan. Ey Musa, men qattiq bir gunohga botib qoldim. Qilgan gunohimni yetishga o'zim uyalaman, sizdan or qilaman. Endi bir duo qilsangiz, sizni duoingiz sharofati bilan meni gunohim Allohning dargohida kechirilsa. Deganda Musa alayhisalom aytdilar, nima gunoh qilding o'zing aytgin, men bir eshitdim. Shunda haliga ayol aytdiki, men zinodan homilador bo'ldim. Zinodan homilador bo'lib tuqqan bolamni o'zim qo'lim bilan bo'g'ib o'ldirdim. Endi tavba qilsam, tavbam Xudoning dargohida qabul bo'larmikin? Meni haqqimga bir duo qiling dedilar. Shunda Musa alayhisalom oldindan chiq ey fojir. Seni kasofatingdan osmondan bir olov tushib meni ham seni ham yondirmasin. Chiq ko'zimdan yo'qol deganda Jibril alayhisalom paydo bo'lgan ekanlar. Ey Musa, bu ayol tavba qilib keldi. Qilgan gunohiga bosh egib keldi, noumid qilib dargohingdan chiqarding. Bundan ham qattiq gunohkor odam borligini o'zing bilasanmi? Qiyomatda hisobi og'ir bo'lgan bandani borligini bilasanmi? Bilmadim deganlarida bu zoniya bo'lgan ayoldan ham gunohi og'ir bo'lgan odam namozni bila turib qasddan qoldirgan odam deb javob bergan ekan. Namozni biladi, farzligini, Allohning dargohida uni maqbulligini, unga beriladigan ajr mukofotini, lekin shuni bila turib qasddan qoldirgan odam bundan ham gunohi og'ir bo'lgan insonlarning qatorida degan ekan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sahobalarning o'rtasida turib, ey birodarlar, eshiginglardan bir ariq oqib o'tsa, shu ariqda 5 mahal cho'milgan insonning badanida g'ubor qoladimi? Yo'q, g'ubor qolishi mumkin emas dedilar. 5 mahal boshini sajdaga qo'yib, Allohning zikrini qilib ibodatda bo'lgan bandada gunoh qoladimi? Yo'q, bunda bandada gunoh qolishi mumkin emas deb marhamat qilib javob berishgan ekan. Og'ir gunohlardan bittasi namozni bilib turib, farzligini sezib turib, u Allohning dargohida maqbul bo'lishini bila turib, qasddan o'qimasdan namozni tashab qo'yish. Allah kalomi Qur'onda marhamat qiladiki, astag'izu billah, ya ayyuhallazina amanu la tuhlikum amwalukum va la auladukum an zikrillahi va man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Ey mu'minlar, mol dunyolaringiz, bola chaqalaringiz sizlarni Allohning zikridan, ya'ni Allohga ibodat qilishdan yuz o'girtirib qo'ymasin. Kim shunday qilsa, bas o'shalar ziyon qilguvchilardir. Munofiqlar surasi 9-oyat. Ya'ni mufassirlarimiz aytishadiki, ey mu'minlar, bola chaqa, sizlarni qilib turgan tijoratinglar, sizlarni qilib turgan kasbkoringlar Xudoning zikridan to'sib qo'ymasin degan oyatning mazmuni, mufassirlarimizni bunga qaratadigan birinchi diqqati 5 mahal namoz nazarda tutiladi. Namozdan to'sib qo'ymasin, tirikchilik qilaman deb, ibodatdan, Allohning zikridan yoki bola chaqani g'am tashvishi, hayotda bo'ladigan boshqa bir amallar sizlarni Allohning ibodatidan to'smasin, sizlarni bu ibodatinglarga monelik qilmasin degan oyat keladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan savol qilishgan ekanki, ya Allohning rasuli, Allohning nazdidagi eng yaxshi amal nima deganlarida, janob payg'ambarimiz javob berdilarki, o'z vaqtida o'qilgan namoz va ota-onaga yaxshilik qilish dedilar. Ya'ni namozni o'zini vaqtida o'qishlik, o'z vaqtida ado qilishlik. Bomdodni bilsak ham quyosh chiqquncha o'rnimizda yotadigan odamlar bor. Peshin o'tsa asr kelguncha, asr yaqinlashganda peshinni o'qiydiganlar bor, namozni zoyi qiladiganlar. Shom yaqinlashib qolganda asrga takbir etadigan insonlar bor. Namozga beparvo bo'lmaslikni, ya'ni o'z vaqtida ibodatni ado etishlikni muhimligini marhamat qilib aytar ekanlar. Payg'ambarimiz o'zlariga marhamat qilgan ekanlarki, ya'ni namozga beparvo bo'lmasdan, namozni himoya qilgan ummatim o'z vaqtida peshin ekan deb, peshinga tahorat qildingizmi? Vaqtida peshinni o'qib, asr ekan deb asrga tahorat qilib, vaqtida asrni o'qigan bandani namozi tepasiga ko'tarilar ekan, xuddi bir oq farishtadek bo'lib. Ey banda, sen meni himoya qilding. Vaqtida amal qilib peshonangni sajdaga qo'yding.
Seni endi Alloh himoya qilsin, balolardan saqlasin deb namozimiz shafaat qilib turar ekan. Endi namozga beparvo bo'lib qolgan odam asr o'tib ketdimi, shom o'tib ketdimi, bomdod o'tib ketdimi, xufton o'tib ketdimi, namozga ahamiyat bo'lmasdan bemalol yurgan bandani o'qigan namozi vaqtida o'qilmasa ham uni tepasiga ko'tarilgandan keyin ey banda, sen menga beparvo bo'lding. Alloh senga ham beparvo bo'lishligini unutmagin. Alloh eslagan bandasini eslaydi. Fazkuruni azkurukum. Meni eslanglar, men ham sizlarni eslayman deb Alloh marhamat qiladi. Shuning uchun muhtaram birodarlar, namozga beparvo bo'lmasdan namozni vaqtida ado etishlik eng ulug' ibodatlardan. Qasddan namozni bilib turib tashlab qo'yishlik, qasddan namozni tark qilishlik qiyomatda hisobi og'ir bo'lgan gunohlardan bittasi ekan.